Assalomu alaykum, Mebel 847 kanali a'zolari. Keyingi bir haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak. Xo'p, 220 ga 25 ga 230 razmerda Multiwire va PVH kronka qilindi. Shagirmaldan nejivik ruchka, o'yinimiz farsetni o'yinlar. Xo'p, yuqorisi 2 qavatlik formada qilindi. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, shanrlar o'z tortib oladigan shanrlar. Xo'p, tepasida vishilki, bu tomonida nimasi bo'ladi? Polkasi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Mana ichki holatda seyf. Xo'p, bu tomoni ikkita qator polka bo'ladi. Ikkita qator polkasini pastda mana tortmasi bo'ladi. Tortma ham to'xtaydi, mexanik qilib ishlandi. Umri uzoq bo'ladi. Hop, endi bu tomoni. Bu tomonida ham nimasi bor deb qo'yadiganim. Bu uzun tomoni. 2 mm PVH ishlatildi. Hop, yoni mana ko'rishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan da qiziq videolar hali oldinda.